Aholi turmush sharoitini yaxshilash, ayniqsa ichimlik suvi ta'minotini barqaror yo'lga qo'yish bugungi kunda davlat siyosatidagi ustuvor vazifalardan biriga aylangan. Joylarda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari, yangi infratuzilma obyektlarining barpo etilishi, avvalo inson manfaatiga xizmat qilayotgani bilan ahamiyatlidir. Yangi O'zbekiston qiyofasi davlat dasturi doirasida olib borilayotgan ishlar ham aholining yashash sharoitini yaxshilash, mahallalarning zamonaviy qiyofasini shakllantirishga qaratilgan. Ulug'nor tumanidagi Oqtom mahalla fuqarolar yig'inida ham ana shunday muhim loyihalardan biri amalga oshirilmoqda. Mazkur hududda 5 kilometr yangi ichimlik suv tarmog'ini tortish hamda bitta yangi ichimlik suv qudug'ini qurish ishlari boshlandi. Ushbu mahallada 2350 nafar aholi istiqomat qiladi. 508 ta xonadon va 15 ta ko'cha mavjud. Shu vaqtga qadar aholining ichimlik suv bilan ta'minlanish darajasi atigi 30% ni tashkil etib, bu ko'plab noqulayliklarni keltirib chiqarayotgan edi. Mahallamizda 2018-yilda o'sha Shvetsiya grant asosida ichimlik suv tarmog'i tortilgan. Har bitta ko'chaga tortilgan suvlar oralig'i 350-200 metr masofada bo'lgan. Shu kunga kelib turib, mana o'sha ayrim ko'chalarda turbalar eskirgan, chirigan, suvlar chiqmay qolib, odamlarda ichimlik suv muammosi bo'lgan. Hozir mahallamizga bitta suv minorasi 5 kilometr ichimlik suv tarmog'i tortilyapti. Bundan buyog'i odam har bitta xonadonning o'ziga ichiga kiradi suv. Shu bilan asosiy tushadi. Uyda arslonlari, yashash sharoiti yaxshilanadi qisqasi. Odamlar juda xursand. Yozning issiq kunlarida suv ta'minotidagi uzilishlar aholi uchun qator qiyinchiliklarni tug'dirar, xonadonlarda kundalik ehtiyojlarni qondirish mushkullashar edi. Yangi tarmoq va quduq qurilishi esa bu muammolarga yechim bo'lib, odamlarning turmush sifati sezilarli darajada yaxshilanishiga xizmat qiladi. Qurilish ishlari yakunlangach, mahalla 100% markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlanadi. Oldinlari keyingi bir 20 yil ichida bir joydan krantimizda suv chiqib qolgan xolos. Shu muammosi juda ham qiyin edi. Bochka idishlarimizni ko'tarib, ana shu bir joyga chiqayotgan mahalla borib, ana shu joydan suv olishga majbur bo'lardi. U ham vaqtincha 1 soat, 2 soat chiqadi. Shu bilan to'xtar edi. Bu kabi loyihalar nafaqat infratuzilmani yaxshilaydi, balki aholining ertangi kunga bo'lgan ishonchini ham mustahkamlaydi. Davlat dasturlari doirasida amalga oshirilayotgan har bir bunyodkorlik ishi inson qadrini ulug'lash, xalq manfaatini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Oqtom mahallasida boshlangan ushbu ishlar ham inson qadri uchun tamoyilining amaliy ifodasi bo'lib, mahallaning yangi qiyofasini yaratishga munosib hissa qo'shadi. Boshlagan ishlarimiz oldiga yursin, Xudo xolasa. Niyatlarga yetaylik. Prezidentimizga mingdan ming rahmat, shunchalik bizga e'tibor berib, mahallamizni gullab yashnashga hissa qo'shayotganlariga ming marta rahmat. Biz o'ylaymizki, shu ishlar oxiriga yetadi. Shu qishlog'imizni shaharcha formasida ko'rish niyatimiz bor. Shu niyatlarga yetaveraylik.